Ramazonga bir qadam qoldi. Tayyorgarlik ko'ring deganda bozorlikni yaxshisidan qilish kerak. Qimmatlaridan qilish kerak. Ro'za olasiz-ku. Ertalab peshin namozidan keyin ovqatlana olmaysiz. Ertalab saharlikda yaxshilab vitaminlik narsalarni yeb olish kerak. Mashalloh, bir siz ro'za tutasizda boshqa kishi tutmaydi. Shuning uchun bozorlardan, do'konlarda narsa qolmasin, hammasini olish kerak. Bir oylikni g'amlab, joylab qo'yish kerak. Yangi narsalar, boshqacha qimmatbaho narsalarni olish kerak. Bir siz ro'za tutasiz, boshqalar tutmaydi. Birodar, ro'zaning fazilat va kayfiyati qanday? Bugun ertalab nonushtada nima yedingiz? Ana shu narsalar bilan saharlik qilasiz, tamom. Ortiqcha ham emas, kam ham emas. Kechqurunga nima yeysiz? Shu ovqatlar bilan iftorlik qilasiz. Bo'ldi. Mana shu ro'zaning kayfiyati. Ertalab endi biz ro'za tutganmiz deb bosib ertalab saharlikka narsa yeyib, biz ro'za tutganmiz deb iftorlikda bosib narsalar tayyorlash bu ro'zani fazilat va shukuhini tushiradi, birodar. Nonushtada nima yerdingiz? O'sha bilan saharlik, kechki ovqatda nima yerdingiz? O'sha bilan iftorlik. Bo'ldi. Tayyorgarlik ko'ring deganda bozorlik qiling emas, ruhiy tayyorgarlik qiling. Xonadoningizda Ramazonni kayfiyati bo'lsin. 5 mahal namoz o'qidingiz, demak o'sha kuni tarovihni qo'shib olamiz. Tayyorgarlik ko'ramiz. Bir pora Qur'on o'qirdik odat bo'yicha, lekin ko'proq o'qiymiz endi. 100 ta salavot aytardik, ko'proq salavot aytamiz. Umuman salavot zikr qilmasdik, demak salavot va zikrni yo'lga qo'yamiz. Alloh taoloning o'zi fazli bilan ruhiy ozuqa olamiz.